Endi bu aka, men sizni akam deganman. Aka, gapni o'g'il bolasi shuki, vinzavodni menga bersangiz. Beki, rais bek kepti. Mandarinni po'chag'im, yurakdan o'chag'im. Jirillama. O'xshatdi. Leningradda birga xizmat qilgan sinfdoshlarga meni mafiyani yasab olmang. Xolasangiz digidiga o'ynaymiz. Ha, rais, tinchlikmi? Beki kommentariyangizga bedapress sotamiz, tovuq ketay bor, xom g'isht teramiz, aldaysang Sardor deyotgan bolani shunga topib olib keldim. Qahmandi. Instagramga kirib olib hamma yoni bulg'ay bo'lgan sanmisan? Kechiring beka. Nima, oyog'imni tagida shabada uryapti desa, pastni niyaga yarasha sharasib qo'yibsan-da? O bola, sen men bilan o'ynashmaydi. Yana shu qulig'ingni ko'rsam, chatanavingni yirtib qo'yaman. Tushundingmi? Rais, sen ishingda nima gap? Beka bizda ishlar ketyapti hammasi. Xavotir olmang. Hozir Gazayda nomerading, O'zbekistonda nomeradingga chiqarib qo'yganmiz. Vahshiy dahshat ketyapti. Bu Gazayni qarang, ochilishini qarang. Ana to'ylar muborak. Qani, bitta ochib chaqib ko'rsangiz, maza qilasiz, ukajonim. Beka buni kattaligini qarang. Momeza hammasini uyida keladi. Yaqinda assortimentlarni ko'paytirishyapti. Qurt, yong'oq, bodam, luboydan borish, ya'ni biyoq qo'ygan qilib yuborishibdi. Kimdir muammo qiladigan bo'lsa, hosilga yetgan. Qarab turarsan. Xo'p bo'ladi beka. Unda menga ruxsat. Qani? Qaychi qo'yag'i. Qaychi. Hosiliga teshding, nima bo'ldi? Ha. Bekani kommentiga mol qochiramiz deb yozib qo'yibdi. To'nga qamab uraman deyordimmi? Endi mol qochiramiz emas, Gazay bormi deb yozasan.